Mobile Legends tarixidagi top 3 ta eng kuchli meta giroylar. Birinchi o'rinda bizda Diggy. Bu metani birinchi bo'lib Filippinlar ko'rsatdi. 6-sezon MPL Filippinlarda. Diggyning maqsadi prosta butun o'yin dushmanni lesnikiga xalaqit qilish edi. Hattoki o'lgandan keyin ham bazaga qaytmas edi. Nabarot dushmani bazasiga turib kartani ochib berardi. Tasavvur qilinglar, sizlar oldinglar Diggy yurtda butun kartani ochib, sizlar gangam qila olmas edinglar. Agarda sizlar hozirgi metani bilishni xohlasanglar, men Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. O'ta chiroyli bo'ladi. Ikkinchisida bashniyani push qilish kuchi bilan Bane. Oldin Bane'ni ultimate'i bashniyalarga qo'shimcha uron bergan. Eng qizig'i shu yerda boshlanadi. Faramis o'lishi bilan tiriltira oladigan kuchi bilan ular bashniyalarni bemalol buzib yutish juda ham oson bo'lar edi. Va nihoyat tank zborkali Karina. Bu metani Aura Fire ochdi 8-sezon Imperial Indoneziyada. Bu g'oya prosta genial edi. Karinani o'zini chisti uroni bo'lgani tufayli passivkasi orqali u tankka yig'ilgan va uni o'ldirish juda ham qiyin bo'lgan. Shunda tankovka ham uron ham yetarli bo'lgan. Va o'sha matchdan keyin Karina o'zini paytida Miravoy meta bo'lgan.